sifatida o'qishim. Rahmat. Sizchi? Mana dunyo ishlari kitobini tavsiya qilaman. O'qishingiz o'qiganman, judayam. Rahmat. Asabi. Xo'p, yaxshi. Salom sizlar, yaxshimisizlar? Biza mutolaa qilib sizga tavsiya qiladigan shior ostida challenge o'tkazamiz. Hozir burada qanaqa kitoblar o'qiyapsizlar? Hozirgi kunda siz tengdoshlaringizga qanday kitob tavsiya qilasiz? Hozirgi kunda qanaqa kitoblar o'qiyapsiz? Unda men Mohirmalik shaytanat degan kitobni o'qiyapman va tengdoshlarimga ham tavsiya qilaman. Rahmat kattakan, assalomu alaykum. Hadis biroz she'rni beramiz. Efir? Odamlardan bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Tug'ilgandan neshonlikning bag'rim qon, bir jismimni talashadi ikki jon talashsam tepamda charx urgan ul, kapalaklar odamlardan mehribon. Oq qushlarim oq yomg'irday ucharlar, saharlarda shudring sharob icharlar. Tanlamagan xabarlarni ucharlar, kapalaklar odamlardan mehribon. Bir qarasang na kulbasi uyi yo'q, na tug'ishi na qo'shig'i kuyi yo'q, kapalakning katta qo'yi yo'q, kapalaklar odamlardan mehribon. Rahmat kattakan. Xonamizni kutib qolamiz, boring. Rahmat. Salom. 5 minutga o'tdimi? Salom. Biza mutolaa qilib sizga tavsiya shior ostida challenge o'tkazamiz. Hozir kunda qanaqa kitoblar o'qiyapsiz va tengdoshlaringizga qanaqa kitob tavsiya? Premkul Qodirovning Yuzli tillar asarini o'qimoqdaman. O'zimni tengdoshlarimga ham shu kitobni o'qishni maslahat tavsiya qilasiz. Rahmat. A few moments later.